Ko'chada soch sotib olamiz deb baqirib yuradiganlar keyin u sochlarni nima qilishadi? Ular bir necha 10 ming so'm yoki oddiy ro'zg'or buyumlari evaziga olib ketadigan o'sha sochlar dunyoning narigi burchagida yaxshigina narxda sotiladi. Sifatli va ishlov berilmagan sochlarning 1 kilogrammi jahon birjalarida 2000 dollardan 4000 dollargacha baholanishi mumkin. Lekin bu biznesning o'chog'i Hindistonda joylashgan. Mashhur Tirumala ibodatxonasiga har yili millionlab ziyoratchilar o'z sochlarini diniy an'analar sabab tekinga topshirishadi. Ibodatxona esa bu sochlarni auksionlarda sotib, 1 yilning o'zida 30 milliondan 60 million dollargacha sof foyda ko'radi. Bu sochlar keyin Xitoy yoki Italiyadagi zavodlarga boradi. U yerda kimyoviy ishlov berilib, Gollivud yulduzlari yoki Yevropadagi elita salonlarga yetkaziladi. U yerda soch ulatish xizmatining narxi 5000 dollardan 10 ming dollargacha yetadi. Bundan-da qizig'i, sochlar nafaqat go'zallik, balki oziq-ovqat sanoatida ham ishlatiladi. Agar bu haqida ham video ko'rishni xohlasangiz, izohlarda yozib qoldiring.